aura kelyapti, aura. Lamine Yamal, oltin bola. Bo'ldi u jahon chempioni, bo'ldi. Nima yana qolyapti? Oltin to'pmi? Ha, oladi oltin to'pni ham. Bu yil bo'lmasa keyingi yil, undan keyingi yil, endi 19 yoshda, kamida yana bir 10-15 yil yog'i endi o'ziga qarab, mehnatiga qarab. Vohay! Keyni. Ey, Pau Kubarsi. Unga alohida hurmatlar. U ham 19 yoshda. U ham shu avlodning yorqin vakili. Aybi nima, himoyada o'ynaganimi? Unai Simon. Fantastik Simon. Rayani, Joan Garsiani zaxiraga o'tkazib qo'ydi-ya. Kukukukurelia degan qo'shiqlarni kutib qolamiz endi. Bo'ladi albatta. Sal sochni kaltalab